Kelin o'zini ishlab topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Kerak. Albatta kerak. Negaki uni kelin qilib olib kelgan. Rahmat. O'g'lini berib qo'ygan. Yo'q. Yo'q, mani kelinim uyga o'tiradi, ishlamaydi. Yesi ishlasa berish kerakmi? Yo'q, bermaslik kerak. Da, berish kerak. Bolam ona. Berish kerak. Rahmat. Biz ishlatmaymiz. Uyda o'tiradi bolalarga. Kelin ishlab topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Yo'q. Yo'q. Bu berishi ham kerak. Kimdir beradi, kimdir bermaydi. İşte men kelinim ishlab topganiga masalan talab qilmayman undan. O'ziga ishlatsin. Rahmat. Biz Moskva shahridagi metro tepli standamiz. Hozir tekshiramiz. Kim menga podpiska bo'lgan bo'lsa 1000 rubl yutib oladi. Ketdik. Siz oching telefoningizni. Mayli oching. 1000 rubl yutib oldilar ekan. Farsi emas. Yo'q. Video ko'rsatib. Farsi bo'lsa kommentariyaga yo'q. Siz